Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Nurota tuman sport maktabida 5 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tsam. Nurota tuman sport maktabida hozirgi kunda 12 ta olimpiya, 2 ta milliy, 5 ta boshqa sport turlari va bitta para suzish jami 20 ta sport turidan 126 ta guruh mavjud bo'lib, sport seksiyalarida sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar soni 1695 nafar, shundan 315 nafar qizlar tashkil etadi. Hozirgi kunda sport maktabida 31 ta sog'lomlashtirish, 54 ta boshlang'ich, 41 ta o'quv mashq guruhlari mavjud. Sport maktabida hozirgi kunda jami trenerlar soni 55 nafarni tashkil etadi. Trenerlar toifasiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda 34 ta trener malaka toifasiga ega. Shundan jami oliy toifali trenerlar 18 nafar, birinchi toifali trener 14 nafar, ikkinchi toifali trener 2 nafar tashkil etadi. 21 nafar trener malaka toifasiga ega emas. Sport maktabida 2025-yil hozirgi kunga qadar jami 19 ta sport turlaridan 46 ta sport tadbirlari o'tkazilib, 1625 nafar yoshlar qamrab olinganini aytishimiz mumkin. Sport maktabi sportchilari 2025-yil 5 oy davomida viloyat miqyosidagi sport musobaqalarida jami 14 ta sport turidan, ya'ni voleybol, bel bog'li kurash, futbol, kurash, badiiy gimnastika, taekvondo, suzish, stol tennisi, ushu, gandibol, shaxmat, qo'l jangi, erkin kurash va armressing sport turlaridan jami 486 nafar sportchi ishtirok etib, 132 ta medallarni qo'lga kiritishgan. Shundan 52 ta oltin, 51 ta kumush, 29 ta bronza. Respublika miqyosidagi 2025-yil 5 oy davomida sport musobaqalarida 9 ta, ya'ni yengil atletika, kurash, qo'l jangi, kickboksing, bel bog'li kurash, ushu, futbol, suzish va para suzish sport turlaridan jami 124 nafar sport maktab shug'ullanuvchilari ishtirok etib, 29 ta medallarni qo'lga kiritishgan. Shundan 7 ta oltin, 11 ta kumush, 11 ta bronz. Jahon miqyosidagi 2025-yil 37-fevral kunlari Toshkent shahrida armressing sport turidan Jahon Kubogi sport musobaqasida sport maktab shug'ullanuvchilari ishtirok etib, 6 ta medallarni qo'lga kiritishgan. Shundan 2 ta kumush, 4 ta bronza. Bundan tashqari sport maktabining bel bog'li kurash, ushu, armressing sport turlaridan O'zbekiston Respublikasi terma jamoalarining asosiy va zaxira tarkiblariga 2025-yil hisobiga 22 nafar sport maktab shug'ullanuvchilari saralab olindi. Shundan 20 nafari asosiy tarkib, 2 nafari zaxira tarkibidan joy olgan. Shuningdek, yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining birinchi bosqichini o'tkazish doirasida 9 ta sport turi bo'yicha musobaqalarda ishtirok etish uchun 15-17 yoshlar o'rtasida tumanda 215 nafar yoshlar o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqib, sport turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilib, mintaqaviy sport musobaqalarida ishtirok etish uchun tanlab olindi. Joriy yilning 21-22 may kunlari Navbahor tumanida o'tkazilgan yengil atletika sport turi bo'yicha mintaqaviy sport musobaqasida Nurota tuman terma jamoasi 33 nafar sportchi yoshlar bilan ishtirok etib, 8 nafar yoshlar birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni egallab, viloyat bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 14 ta sport tur musobaqalari mahalla, sektor, tuman, viloyat hamda yakuniy respublika bosqichlarida o'tkazildi. Hozirgi kunga qadar sport tadbirlari doirasida 17426 nafar yoshlar maxsus sayt orqali va adaptiv sport turi bo'yicha 191 nafar sportchilar ro'yxatdan o'tkazilib, musobaqalarning mahalla, sektor, tuman hamda hududiy bosqichida 12733 nafar yoshlar ishtirok etdi va hozirgi kunda jarayon davom etmoqda. Jumladan mahalla bosqichidan boshlab 9 ta sport turlaridan shashka, shaxmat, varkaut, bosh prokuror kubogi uchun kurash, stol tennisi, ichki ishlar vaziri kubogi uchun voleybol, streetbol, yengil atletika, armressing sport musobaqalari mahalla bosqichidan boshlab 5 bosqichda o'tkaziladi. Shashka bo'yicha 16-21 yosh toifasida Abduqodirova Sevinch respublika bosqichida faol ishtirok etdi. Para stol tennis sportchilari Atabayev Nurbek va Toshqul va Marjunalar respublika final bosqichiga ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Bundan tashqari Ichki ishlar vaziri kubogi doirasida voleybol musobaqasida viloyat bosqichida yangi turmush mevzuidagi 16-21 yosh toifasidagi o'g'il bolalar o'rtasida o'tkazilgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni egallab, respublika final bosqichiga yo'llanmani olganligini aytishimiz mumkin. Hurmatli brifing ishtirokchilari, qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.